Kamport maza qiling. Biznes ekani. Kamport. Aka, Salom to'rt kishimiz. 4 kishimisizlar? Men chiqib ko'ring. Pulni qanchalardan keyin. Ha, qarang. Ikkalamiz ketsak ham bo'ladi, Sparkcha. Nima? Qimmat ketmaymiz tak. Mana. Biz 5 ming chiqdi aka. 55 ming. Qaysi birini chaqirding? Nima chaqirdim? Nima chaqiruvding? Biznes qiling. O'zi sud teknik ishlasak bo'ladi. Kobulchaga ketaylik. Masallaga yetdim, borib pishkom kelaylik deb. Somsa nima, yarimta yeymizmi? Bo'ldi, nondorga borib endi eshigini tegib paket ochib turamiz ozgina. Boshqa variant yo'q. O'yon ochilgani, ko'pdegani, chap oyog'i mana chap tarafga yelkasi turibdi, uni o'ntada yelkasi turibdi. Mana ketaylik, birinchi marta Kamport ketganmikan. Biznesda. Bu biznesmi? Biznes ekan deb. Alo. Erabzoy Kamportda yo'q, biznesga ketamiz. Narxini aytma, o'ylasa. Narxini aytma. Unga qarayapti. Bo'lib forchadi. Lakasan, noto'rt tashlaganmi bular 55 ming chiqdi. Aytdim o'zi Kobultda ketaylik, men aytgan dedi. Nima mashina edi aka? Xonji. X10 ga ketamiz. X. Ha? X emas, 3x qoladi hozir, Xonji o'ynaganmi men? Xonji. Ha. Shu yerga ketamiz, nima qilamiz? Domlarga boramiz. To'g'ri, 4 ostanovkaga 55 ming ketgandan keyin qayerga borasan boshqa ko'p. Kamport maza qiling. Biznes ekani. Komfortda bunaqa joy yo'q. Oyog'i mana bunaqa bo'yabga qolib. Peregorodga joy bo'lmaydi, choparasiga. Ismoil biladi, tug'ilgan kunimda bayram qilaman deb biznes qurdi biladi. Ha, yo'q-ku. Tug'ilgan kuningmi? Korotchi, mana chetda tushib qolamiz, shu yerda biznesda ko'p yuraverdim. Bo'ladi-ku. Bo'ldi, kalkulyator och. To'g'riga bordi. Ha, bolalar rozi bo'lsa kamera bor. Instagramga kontent. Nima deysiz? Voy bilan, chopdi. Voy bilan. Ben odam ko'rdim. Ertaga Amelaga assalomu alaykum. Biza bilmovdik, biza video registrator deb o'yladik Amelaga. Ya, pullar shart emas, roziman. Roziman, chesni. Yo'q, o'zi mazaq keldi, rozi. Bu ham rozi. Bu ham rozi. Yomon rozi bu ham, aka. Yo'q, olib qo'yinglar. Olib qo'ying. Brat, roziman, seriousli. Chesni. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa, qarshi kuni ko'rishimiz. Rahmat aka.